Hörmətli radio anlıqçılar, əmdi Nurali ablasının bir yılınızdaki 8760 saat namlıq əsrinin davamını anlatımız. Yılımızdaki 8760 saatning siri. 2014 yili 4 ayning 16 kuni Vaqt nomli yo'lovchilar poyezi 476 nafar yo'lovchini besib, Koreyaning Incheon degan yerdan Jeju orli qarab yo'lga chiqdi. Paraxodki yo'lovchilarning hammasi to'liq o'tir maktab o'quvchilari bo'lib, Jeju orliga sayohat qilgan edi. Safar plani bo'yicha paraxod soat 11 da Jeju orliga yetib bormoqchi edi. 8 dan 58 minut o'tganda kemaga suv kirib ketib o'ltirishga boshlaydi. Soat 9 dan 31 minut o'tganda kema qilsib suvga cho'kishga boshlaydi. Soat 11 atrofida kema ko'mtirilib butunlay tegidek cho'kib ketdi. Bir oyga so'zilgan izlash qutqizish harakatidan keyin 476 nafar yo'lovchidan oran 172si qutqizib qilindi. 295 o'quvchining qazo qilganligi muayyanlashtirildi. Qolgan 9 nafar yo'lovchining xabari yo'q. Xabarda aytilishicha, kemadan chatoq chiqqanda tor ham kichik bo'limida 10 necha o'quvchi qutqizish kiyimlarini kiyib, bir-birini chin quchoqlab turishgan. Paraxod asta-asta cho'kishga boshlagan. Ba'zi o'quvchilar kema cho'kib ketishdan burun telefon urib, qutqizishni talab qilgan. Bizni qutqizib olinglar, biz paraxodda kema cho'kib ketyapti. Ba'zi bolalar yaqin kishilarni asga elib, "Dodam, onam, elim qandoq qila?" deb yig'lagan. Shunday qilib 10 gilining biri echilmagan bolalar dunyodan vaqtsiz ayrildi. Balkim ati bizga nisb bo'lmasiga mumkin. Kimning qachon o'lib ketadiganligini hech kim bilmaydi. Xizmat munosabati bilan har yili necha 10 qatim, hatto necha 100 qatimlab aeroplanga o'ltirman. Har qatim aeroplan qo'zg'alganda, qo'nganda yoki havoda silkinganda jiddiylashib ko'zimni chim yumib, ichimda tilak tilayman. Ba'zida agar bu umrimning oxirgi paytlari bo'lib qolsa, qanday qilgan bo'lardim? Yanala hozir qilayotgan ishlarni qilgan bo'lardimmi? Texi yetmagan qandoq orzu istaklarim bor deganlarni o'ylayman. Men turmushga umidsizlik bilan muomala qiladigan odam emas. Lekin hamisha shundoq bir masala ustida o'ylanib qolaman. Hayot degan nima? Do'stlarim bilan mushu savolning javobi ustida pat-pat munozara qilib qolaman. Ko'pincha kishilarning birinchi qaytiradigan inkosi "Sen sog'mi ya?" degandan iborat bo'ladi. Oxiri har turli javoblar chiqadi. Javob qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, har kimning javobi har kimning turmush holatini aks ettirib beradi. Ba'zilar hayot demak, hayot yurmakdir deydi. Bu yaqin mazgil ishida hech qanday orzu istaklar yo'q, turmushi bir xil o'tayotgan odamlar. Ba'zilar hayot demak kurash qilmoqdir deydi. Bu cho'qim yaqindan beri oz bo'lmagan aktiv energiya qabul qilgan, quvvat sho'rpisi ichgan odamlar. Ba'zilar hayot demak oilasidagilarga hamroh bo'lmoqdir deydi. Bundan uning turmushdagi muhim nuqtasini ko'rib olgan bo'ladi. Ammo turmush holatining o'zgarishiga ergishib o'zgarib qolmaydigan bir javob bor. Hayot vaqt demakdir. Vaqt hayot demakdir yoki hayot vaqt demakdir. Odam shuning uchun hayot turdiki, chunki vaqti teq to'shmadi. O'lib ketgan vaqtimiz bu dunyoda vaqtimizdan qolmaganligidandir. 2011-yili 10-oyning 28-kuni Vaqt planlash nomli fantaziyalik film Amerikada bozorga solindi. Kinodagi voqealik kelgusi dunyoda yuz beradigan bo'lib, barliq odamlarning esiyatgani 25 yoshda to'xtatib qo'yilgan. Bir odam qancha yashagan bo'lishidan qat'iy nazar hamon 25 yosh holatida turdi. 25 yoshdan keyin har qanday odamning faqat 1 yil vaqti bo'ladi. Davomli yashab qolishning birdan bir yo'li turli amallar bilan, masalan, ishlash,
qarz elish, almashtirish, savdo tijorat, hattoki bunonchilik degandek vositalardan foydalanib, texnik ko'p vaqtga erishishdan iborat. Vaqt bu kelgusi dunyodagi birdan bir pulga aylangan. Vaqt boshqarish apparatlari dunyoning hamma yeriga taralgan. Vaqt muhofazachilari soqchilarga o'xshash har bir odamning vaqt ishlatish ahvolini, qanchalik vaqt qolganligini tizimlab tekshirib turadi. Vaqt bankisidagi qoldiq nolga aylangan hamon hayoti oxirlashtiriladi. Boylar dal vaqt ko'p odamlar. Navratlar vaqt omonati oz qolgan odamlardan iborat. Har kimning qo'lidagi soat vaqtini ko'rsatib turdi. Vaqt tugagan hamon hayotim oxirlashadi. Bu kino shundoq bir to'qilma orqali vaqt pul demakdir degan mangulik qoidani aks ettirib bergan. Bir odamni 75 yil umr ko'radi deb qarasak, bir yilni 12 oy bo'yicha hisoblaganda bu odam oran 900 oy umr ko'radi. Agar bir varaq qog'ozga 30 ko'paytirilgan 30 qilib jadvaldan birini silsak, bu jadvaldagi 900 qatakcha bir odamning bir umrlik hayotiga vakillik qiladi. Bir oy vaqtimiz o'tdi degan gap bir qatakchiga belgi qo'yiladi. Jadvalga qarasaqlar qanchalik vaqtimiz o'tib ketgan, yana qanchalik vaqtimiz qolganligi mana men deb chiqib turdi. Hammamiz bu qimmatlik 900 oy vaqt ichida texnik ko'p ishlarni bitkazishni, texnik ko'p kitoblarni o'qib olishni, texnik ko'p orzu-armonlarimizni ishga oshirishni umid qilamiz. Shunga vaqtimizni obdan o'rlashtirib, qisqagina vaqtimizdan unumli foydalanish to'liq muhim. Men dars beradigan o'quvchilar ichida o'rta maktab o'quvchilarimi, oliy maktab o'quvchilarimi, xizmatdagi odamlarmi bor. Ular ichida o'rta maktab o'quvchilarining natijasi eng yaxshi. O'rta maktabda har bir o'quvchining vaqt jadvali bor. Bu ularning vaqtni muvofiq o'rlashtirishiga, vaqtdan unumli foydalanishiga turtki bo'lgan. Halbuki o'rta maktabni bitkazib, vaqtimizni erkin o'rlashtiradigan mezgilimizda turmushimiz tartibsiz, qalaymiqan bo'lib ketadi. Hamma ishni keyin so'raydigan bo'lib qolamiz. Balkim soat 9 da ishga chiqsiz. Kechikib qolsangiz jarimani to'laysiz. Ishlar hamisha o'ng'ay bo'lavermaydi. Endi hargiz kechikmayman deb qasam berasiz-yu, vaqtni mo'ljarlab uydan chiqsangiz, mashina to'silib qoladi. Yana kechikib qoldingiz. Balkim bir talay ingliz til o'rganish app'larini tushirdingiz. Her kuni bir ders o'rganib, ingliz til saviyangizni o'stirmoqchi bo'ldingiz. Turli planlarni tuzib qo'ydingiz. Oxirida o'zingizni qachatlab o'ltirishdan boshqa hech qanday natija bo'lmadi. Balkim bahor bayramilik dam olishda bir talay kitoblarni elib maqdingiz. Oxirida birarsini varaqlab qo'ymasdan bir so'ngki kitobni shu peti ko'tarib qaytib keldingiz. Nurg'un kitob va maqollarni o'qidingiz. Nurg'un vaqt boshqarish, vaqt planlash usullarini o'rgandingiz va ishlatib baqdingiz. Vaqt boshqarish qurollarini orqa-orqadan almashtirdingiz. Har qatim boshda nihoyat jushqun bo'lib ketasiz, xuddi kasalga dori topgandek. Turmushingizga nachar holatni butun o'zgartirib yetigandek tuyg'uda bo'lasiz. Ammo jarayon sizni hordiradi. Chigishib qolgan bir kollak yepdak. İxtiyoringiz o'zingizda bo'lmay qoladi. Her qatim oxirida cheksiz umidsizlanib, turmushning cho'nqur ozg'ilg'a yana bir qatim tushib ketasiz. Shundoq takrorlanib, vaqt kasalligini davolashning unumli to'g'risini yana topolmadingiz. Bu xuddi og'rib qilib, burni eqib to'xtamagan odamning doktorga borganiga o'xshaydi. Doktor dori yozib bermaydi. Surt deydi. Burningiz oqsa qanday qilasiz? Surting, to'xtaganga qadar to'xtamay surting. Yana nurg'un odamlar vaqt boshqarishdan voz kechgan. Ular hozirgi vaqtni qadrlasamlar, navbatdagi ishlarimni yaxshi qilsammi bo'ldi deb o'ylaydi. Lekin hozir ozroqli bexastalik qilsangiz qo'ldan ketib qoladi. Texi hilali eg'izdan chiqqan gaplar oldinburun o'tmishga aylanib bo'ldi. Demakchi bo'lgan nurg'un gaplar kelgusiga mansub. Hozirda yashamoq bir sapsata. Vaqtning bosh quyruqlarini kesib tashlasangiz, hech qancha yeri qolmaganligini bayqaysiz. Undaqda vaqtning oldida biz shuncha bechormi? Vaqt boshqarishda meningmi to'yq yo'llar kirib qolgan vaqtlarim bo'lgan. G'ingirab qolgan chog'larim bo'lgan. Bir yil 365 kun hamisha untinsiz o'tib ketadi.
Yeni yılda ko'ngilga pukkan orzu 365 kundan keyin yana shu peti turadi. 365 kun ichida xizmat qilamiz, o'rganish qilamiz, tomoq yeymiz, uxlaymiz, do'st yo'rallarga hamroh bo'lamiz. Yana orom olmasak, tomosha qilmasak bo'lmaydi. Tugimas ushaq-tushak ishlar oldida vaqt shuncha qis bilinadi. Ammo bir kuni bir yilning 365 kun emas, 8760 soat yoki 17520 dona 0.15 soat ekanligini bayqadim. Agar bir soat vaqtni bir tilla yoki 0.15 tilla deb qarasak, o'zimizning aslida xilali boy ekanligimizni bayqaymiz. Vaqtning siri birdilla yeshildi. Agar vaqtni kontrol qilmoqchi bo'lsangiz, bu ishni texnik kuchaytirib ishtiring. Davomli ilgirlab 4-bobga kiring. Hech kim yolg'iz emas. Ilm tahsil qilish ishtiyoqi bilan 18 yoshimda o'zim yolg'iz poyezdga o'ltirib 3700 kilometr yiroqlikdagi Beyjingga keldim. Soq 7 yil o'tib ketdi. 7 yil. Nurg'un o'zgarishlarga yetib oshdim. 7 yil burun chin turgan ishlarda hozir murassa qilgan bo'lishim mumkin. 7 yil avval yaxshi ko'rgan narsalar hozir esimdan ko'tarilgan bo'lishi mumkin. 7 yil ilgari qo'rqqan ishlarga hozir dodillik bilan yuzlangan bo'lishim mumkin. Boshqalar deydi: Ali, sen o'zingga tayinib bu katta shaharda utuq qozonding. Sen haqiqatan qobiliyatli, mustaqil bir odam. Darvaqa turmushning besin va sinoqlari bilan yolg'iz kurash qilishga, boshni og'irtadigan parcha-purat ishlarni o'zim yolg'iz bir taraf qilishga odatlandim. Hatto og'irib qilib, osmi o'kur urg'izg'il bo'lgan chig'imdimi, doktorxonaning uzun koridorida ispan tili yodlag'ash, o'kunning temib bo'lishini saqladim. Her kuni kechda uyga qaytib kelib, ustal chirig'ini yiqib, yarim soat vaqt sarf qilib, har kun davomlashtirib kelayotgan uxlashdan burungi qo'shtilik hikoyamni o'nga olaman. Ondan mikro blogga yo'llayman. Har bir hikoyaning uzunligi saq 60 sekund. Uzun qisqasi yo'q. Bir xatni xato o'qib qolsam, hammani boshqadan o'qiyman. 1 sekund ortiq kam bo'lib qolsa-mu, qaytadan o'qiyman. Har kuni soat 6 da o'rnimdan turib, o'xshash jarayonni takrorlayman. Hech kim menga yordam qila olmaydi. Hatto faqat 2 soatli uxlaydigan ish bo'lsa-mu, unga elib to'g'ri yo'llashni izchil davomlashtirib keldim. 7 yil. 2000 necha kecha kunduz mana shunday o'tib ketdi. Amaliyotda yolg'izlikqa ko'nib qolgan menmi uxlashdan burun hikoya anglasam deyman. Biz mustaqillikni ziyoda ta'kidlaydigan bir jamiyatda yashayapmiz. Baydu izlash to'g'ri chiqib, mustaqillik, ya'ni duri degan xatni kirgizsak, 23.900.000 dona munosabatlik mazmun paydo bo'ladi. Qachon mustaqil bo'lasiz? Nimishqa mustaqil bo'lmaysiz? Qanday qilganda mustaqil bo'la olasiz? Bu 3 savol xuddi Sokratning savolidek bizga qarab, tog'ni talqon qilgudek alboz bilan yopirilib keladi. Bizmi birdek mustaqillikka qarab to'g'rilanamiz. Xizmatda har qanday ishni o'zimiz mustaqil tamomlashni o'ylaymiz. Hissiyot jihatda mayli qanday bosh og'riqiga mubtalo bo'laylik, hamon mustaqil taqobil turishni istaymiz. Turmushda mayli qanday qiyinchilikka duch kelaylik, yanada mustaqil hal qilmoqchi bo'lamiz. Dastlabda mustaqillik hamma talpinadigan narsaga aylanadi. Ko'pincha odamlar 17-18 yoshlarning qarasini olgan hamon uydan ayrilib, jamiyatga mustaqil yuzlanishni o'ylaydigan bo'ladi. Ömrümüzde tunchi qatimliq maoshni olgan chig'imizda xuddi mustaqillik kitobnomasining jakorchisidek bir alpozda "Men endi mustaqil bo'ldim" deb jar solamiz. Keyincha mustaqillik bir odamning bo'ladigan yoki bo'lmaydiganligining, yaxshi yomonligining o'lchami bo'lib qolgan chaqda mustaqillik biz uchun ormaga tushlik darmon yo'q bir ishga aylanib qoladi. Aniqki, buncha murakkab dunyoda hamma ishga mustaqil taqobil turish to'liq mushaqqatli bir ish. Lekin biz mustaqillik patqiqiga shunchalik cho'nqur petib ketdikki, har qanday vaqtda, har qanday ishda o'zim yolg'iz ko'tarishim kerak. Chunki dunyo mening deb o'ylaymiz. Shunga ko'nglimiz xushal o'tmayotgan bo'lsa-mu, har qancha cho'ng qiyinchilikqa duchor bo'lgandimi, uyga telefon urgan chaqda xushallikni deb, xafalikni demaymiz. Do'stlar ko'ngil bo'lib holimizni so'rasa, yaxshi deb javob beramiz. Nemancha herish, nemancha yolg'izlik. Amaliyotda mustaqillikning ma'nosini xato tushunib oldik. Ba'zida mustaqil bo'lganlik kuchlik bo'lganlik emas. Yuqori unumli kishilarning 7 odati nomli kitobda Stephen Richard Covey bir odamning pishib yetilish jarayonini 3 bosqichga bo'ladi. Yo'linish, mustaqil bo'lish, o'zaro tayinish. Kichik vaqtimizda butunlay boshqalarga tayinamiz. Turmush jihatda ota-onamiz boqadi. O'rganishda o'qituvchilar yetaklaydi. Asta-asta cho'ng bo'lamiz.
Jismoniy, aqliy, hissiy va iqtisodiy qatorliq jihatlarda mustaqilmiz. O'z-o'zimizni boqalaydigan, boshqara oladigan bo'lamiz. Lekin shuni bayqaymizki, har qancha kuchli odamni boshqalarga faqat tayanmayman deyolmaydi. Odam aslida bir-biriga yuksak darajada tayinadi. Yigona qahramondek dunyoni yolg'iz kezaman deyish to'liq ahmoqonalik. Stefan mundaq deb yozadi: o'zaro tayinish texmi pishqon ham texmi yuksak hukm. Fiziologiya jihatda o'zaro tayingan odam o'z kuchiga tayinib ish qila oladi. Hamkorlashganda yolg'iz qilgandan ko'proq unum hosil qilg'il bo'lganligini biladi. Hissiyot jihatda o'zaro tayingan odam o'z qiymatini to'liq tunib yetalaydi. Kuyinish, ko'ngil bo'lish va badal to'lashning zarurligini biladi. Aqli jihatda o'zaro tayingan odam boshqalarning ortiqchiligi orqali o'z kamchiligini to'liqlashni biladi. Dars o'tish va leksiya so'zlash bilan jon boqadigan odamning eng yolg'iz, shundaqla eng yolg'iz emas vaqti ang'uvchilarga yuzinib turgan chig'i bo'ladi. Notanish shaharlarga qancha qadimlab chopqinimni, cho'ng kichik nutqzallarda notanish kishilar to'pi orasida qancha qadimlab so'zlaganligini bilmayman. Munbar oldida kishilarning qandoq inkoslarda bo'lganligini asla faraz qila olmayman. Bu yolg'iz kishilik jangga o'xshaydi. G'alaba qilish yoki yengilish butunlay o'zingizga bog'liq. Shunga texmi zo'r xatarga tavakkul qilishga to'g'ri keladi. Leksiya boshlanib dastlabki 3 minut ichida anglag'uvchilarning qiziqishini qo'zg'ayolmasangiz, har 2 minutda kichikroq bo'lsa-mu bir to'lqin ko'tarilib turmasa, chavak, olqish, xursinish qatorliq hissiyot almashtirish jarayoni bo'lib turmasa, u holda munbardan tushib ketganingiz afzal. Har qancha munavvar notiqmi biror qitimliq leksiyada ehtiyotsizlikdan ketkizib qo'ymayman deyolmaydi. Shundaq bo'lg'achqa, ko'pincha hollarda bir maydon leksiyaga 2 dan 3 kicha notiq moslashib o'tirg'i chiqadi. Bundaq bo'lganda birimiz tasodifiy ketkizib qo'ysak, yana bir hamroyimiz maydonga sakrab tushib bizni qutqizib oladi. Agar birla odam bo'lsa, navoda anglag'uvchilar cho'qon ko'targul tursa, anglag'uvchilarni umidsiz qo'yganning ustiga leksiya so'zlaguvchining o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotib qo'yishi, hatto qayta munbarga chiqishga jur'at qila olmay qilishi mumkin. Necha yilning oldida haftada 4 soat xizmat qilish nomli bir kitob chiqib bozor topgan edi. Uningda navbatdagi yer sharlashgan davrda ko'chma xabarlashish va internet to'g'ri kishilarga texmi ko'p erkinlik elib kelib, haftada 4 soatlik xizmat qilish tushini reallikqa aylantirish imkoniyati tug'ilganligini so'zlagan. Kitobning avtori Timothy Ferris haftada 4 soat xizmat qilish ideyasini tunji bo'lib o'tirg'i qo'yg'uchi. Shundaqla uning ijrochisi bo'lib, u ham korxonachi, ham yozuvchi, ham artist, ham chamboshchi, ham usulchilik salohiyatiga ega. U xanzu tili, korean tili, yapon tili, german tili, ispan tili, italiya tili qatorliq 6 xil chet el tilini biladi. U mundaq deb jakarlaydi: dunyodagi eng boy, eng utuq qozongan odamlarning bir kuni odatdagi odamlarga o'xshashli 24 soat, bir haftasi o'xshashli 7 kun. Ular jafoli xizmat qilganligi uchun emas, balki xizmat qilishda aqlini bekrak ishlatganligi uchun utuq qozongan. Oddiy bir misol. Sonliq ma'lumot ratlashni elib olsak, amerikalik programmerlar asosliq 20% ishni o'zi qilib, qolgan ushaq-tushak qismini boshqalarga qilg'izadi. Ularning 1 soatlik kirimi $95. Hindistonlik programmerga 1 soatligi $5 bo'yicha ish haqi berdi. Bu misol bir qadar radikalroq. Ammo uningdan ko'rilishga bo'ladiki, sudi axloqiga muxolif kelmagan asosda huquqni boshqalarga taqsimlab berish orqali o'zi uchun texmi ko'p erkin vaqt yaratgan bo'ladi. Hamma ishga o'zingiz chepilg'il tursangiz, o'zingizga tava vaqt tabiiy holda ozlab ketadi. Mustaqil ish qilishni o'rganish bilan birga boshqalar bilan hamkorlashishni, o'zaro tanishishni bilganda, halqiliq paytda o'z kamchiliklarini to'liqlig'il bo'lib qolmay, yana xizmat unumini yuqori ko'targil bo'ladi. Xizmatda shundoq, turmushda o'xshash. Hech kim yigona orol emas, hech kimning to'qqizi tal emas. Navoda dunyoga yigona yuzlanganingiz bo'lmasa, bu ishni texnik kuchaprak ishtirangda to'xtamay ilgirlab 5-bobga kiram. 90% odam muvaffaqiyat nomli bu yo'lda yiqiladi. 2014-yil qishda Yulduzlar aro yurish nomli filmning bozorga silinishi bir yozuvchini texmi ko'p kishilarga to'natdi. Bu yozuvchi 3 tancha nomli fantaziyalik romanning avtori Liu Zixin. Nurg'un kishilar Yulduzlar aro yurish bilan 3 tanchani bog'lab olib, ssenarist ham rejissor Newlan 3 tanchining voqealigidan foydalangan o'xshaydi deb qaragan. 3 tanchining inglizcha nashri Amerika fantaziyalik hikoya yozuvchilari jamiyatining baholashi bilan 2014-yillik Tumanliq mukofotiga ko'rsatilgan. New York vaqt gazetida taqrizmi e'lon qilingan. Amaliyotda Liu Zixin fantaziyalik hikoya ijodiyati bilan shug'ullanayotgani xili ko'p yillar bo'lgan.
O ilgari Jungoda fantaziyalik hikoyalarga berilgan eng yuqori mukofot Saman yo'li mukofotiga uda 8 yil erishgan bo'lib, uning asarlarini yoqtirib o'qiydiganlar uni hurmatlik Dalio deb ataydigan bo'lib, Jungoda eng olqishga erishgan bu yozuvchi Jungoning fantaziyalik hikoya ijodiyatini o'z yolg'iz dunyoviy seviyaga ko'targan. Yozishning ko'p qism vaqtni idorasida, ya'ni Idirlikka joylashgan Chatbir elektr stansiyasida o'tkazdi. 3 qismliq, jami 880 ming xatlik 3 tancha nomli asarni dal ashu Nyangzi quvuqi degan joyda tamomlagan. Yozishin 1999-yilda e'lon qilgan Kit qasidasi nomli asari bilan bu sohaga kirib, 2010-yilga kelganda vakil xarakterlik asari 3 tanchini tamomladi. Bu mundaq deydi: "Mening asarlarim sayohat yetakchisiga o'xshash o'qirmanlarni boshlab, mening tasavvur olamimni ziyorat qildirdi." Onun bu sayohat ömrükini başlap oynayotganiga 10 necha yil bo'ldi. 10 yillik ajr mushaqqat odatdagi ish emas. 2015-yil bahorda men Naqshchi programmasining 3-qismi Naqshchi Legendni biraqli cho'lponga aylantirdi. U 2001-yilda Logunshu bilan birlashib 2 dona plastinka chiqargan edi. 2002-yilga kelganda yolg'iz uchishni tanlab, shuningdan keyin yana bir qancha plastinka chiqardi. Lekin uni haqiqiy cho'lponga aylantirgani shuningdan 10 necha yil keyingi bu sahna bo'ldi. Utuq qozonish nurg'un fursatni talab qiladi. Lekin mundaq deydi: bahor bayramlik san'at kechiligida rivoyatni aytish fursati hamma odamga nisb bo'lavermaydi. Ammo fursat kelgan chog'da bir rivoyatga qarab tursangiz bo'lmaydi. Cho'qim nurg'un asarlaringiz bo'lishi kerak. Barliq jug'lamingiz balkim oshu bir qatimli haqiqiy fursat uchun qilingan tayyorlik bo'lishi mumkin. Hamma odamga tunish bo'lgan bu ikki hikoya va boshqa biz biladigan nurg'un utuq qozong'uvchilarning hikoyasi shundoq bir haqiqatni dalillaydi. İzchillik muvaffaqiyat demakdir. Nurali Oblizning Xinjiang Pan-texnika nashriyati nashr qilib tarqatgan bir yilimizdagi 8760 soat nomli asarni mush yergacha anglatdik. Davomini ata anglaysizlar.